Do'stlar, sizlar ham shunday dang'illama uy solmoqchimisizlar? Unda tungi fondan uy soling. Shunaqa dang'illaydi. Assalomu alaykum ahli O'zbekiston. Sizlar Erkin tungi fon kanalini kuzatib bormoqdasizlar. Sizlarga tungi fonga oid bo'lgan yangiliklarni kun mobaynida Erkin tungi fon kanaliga joylab boramiz. Ya'ni tungi fon qanday xatirladi, tungi fon qanday bukiladi, hamda tungi fonning narxlari, hamda uyingizga qanday tungi fon qilish kerak, shu haqida foydali ma'lumotlarni Erkin tungi fon kanaliga joylab boramiz. Shuning uchun ham Erkin tungi fon kanaliga obuna bo'lib qo'ying. Mana bir fayzi xonadonimizda juda ham sifatli, high-tech fasondagi tungi fon ishlarimizni, ya'ni shapka qismimizga tungi fonlar, fasad qismimizga tungi fonlar qilib berilgan. Ko'rib turganlaridek mebel svetli tungamiz bilan oq rangli tungi fonimizdan foydalanib, kombinatsiya qilib juda ham go'zal, bomba fasondagi tungi fon ishlarimizni qilib berdik. Xuddi shu fasondagi tungi fonimizning hozirgi kundagi narxi, ya'ni tungi fonimizning 1 kvadrat metrini barcha rasodlar ichida 150 ming so'mdan qilib bermoqdamiz. Xonadon egalaridan faqatgina ustakalarimizga bir mahal obed beriladi. Ko'pincha biz xonadonlarni hamda binolarni fasad qismlarini mebel svetdagi tunkamizdan foydalanmoqda edik. Hozirda esa shapka qismlarimizga ham mebel svetli tunka fonlarimizdan qilib bermoqdamiz. O'zingizlar ko'rib guvoh bo'lib turibsizlar, juda ham go'zal fasondagi tunka fon ishlaridan bo'lib chiqqan. Ayniqsa mana bunday oq rangli karnizlarimiz yana ham ko'rgiga ko'ra dizayniga dizayn qo'shib ishimizni ochib turibdi. Sizlarga ham shunday juda ham go'zal oxirgi dizayndagi tungi fon xizmatlari kerak bo'lsa, ekranimizda ko'rsatib o'tilgan nomerlarimizga aloqaga chiqib, buyurtma beringlar, inshaalloh keyingi xonadon sizniki ham bo'lishi mumkin. Do'stlar, sizlar Erkin tungi fon kanalini kuzatib bordinglar. Qimmatbaho vaqtingizni ayamasdan video roligimizni oxirigacha kuzatib borganlar uchun albatta kattakon rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammanglar ishlarga omad.